Buni ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Har kuni suv solaversa chirib qolib ko'karmaydi. Bu yoqqa 200 litr taxminan suv bor, 150 litrmi? 200 litr, 200 litr. Shunga bundan qancha gram qo'shiladi? Meni ayb qilmaysizlar, bu jaydari ish jarayonidan prямо kelib qo'lyapmiz. Kimdir qalamchani oddiy ko'kartiribdi, yerga suqib, eski qadimiy ota-bobolarimiz usuliga. Assalomu alaykum, Uzumdan million kanali muxlislari. Biz ham bloger bo'lib ketdik. Biz turgan joyimiz Samarqand viloyat, Samarqand tuman Shreder qishlog'i, ko'chatchilarning makoni. Oldimga turgan Sherzod aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingizga. Aka, bizdan olib kelgan qalamchalaringiz, Avatar, Manicure Finger qalamchalaringiz qani, nima qilyapsiz? Mana yaqinda kelganini, mana bu yerga kecha yo'rganingizni nima qildik? O'sha Doriga tashab qo'ydingiz. Ha, tiqib mana bunaqa. Bu qanaqa bu? Shumi to'g'ri? Ha, Lenorad degan mana shu to'g'ri. Bu nima qiladi aka? Bu tomirlatadi. Tomirlatadi. Buni bir sutka mana shuni ichiga tiqib qo'yamiz. Mana shu turishcham operator ko'rsingda mana shu qalamcha yuborilgan mana. Uzunligini qarang, uzunligi yo'qmi sizga aka? Ha, uzunligi. Buni hozir ikkiga bo'lib akam o'zlari yasayaptilar. Uzunligi 6 kurtakkacha bor. Ha. Mana shuni shu turishcha keltirib tashlaganlar. Bu yoqqa 200 litr taxminan suv bor, 150 litrmi? 200 litr, 200 litr. Shunga bundan qancha gram qo'shiladi? Bundan 400 gram. 200 litrga 400 gram. 200 litrga 400 gram. 400 gram qo'shib, bir sutka shunga o'tib qo'yamiz. Keyin ona qolgan jarayonlarni ham ko'rsataman. Uni tuvakchaga o'tkazamiz, ikkiga bo'lamiz, nima qilamiz? Bir sutka bo'lib, bir sutka davomiga, bir sutka davomiga buni evitib qo'ydilar. To bu bir sutka bo'laman deguncha mana qolgan jarayonlarni zagotovka qilib qo'yadilar, aka. Bu yoqqa qanaqa jarayon ketyapti aka? Bu yerda mana biogumiz. Biogumizlar, biogumiz. Meni ayb qilmaysizlar, bu jaydari ish jarayonidan prямо kelib qo'lyapmiz. Bu yerga mana ishchilarimiz bilan birga ozroq tuproqdan aralashtiryapmiz. Biogumiz bilan tuproq. Sal aralashib, agar o'zi bo'lib qolsa agar kuydirib yuborish mumkin. Kuydirib yuborish mumkin. Ozgina tuproq aralashtiryapmiz daga. Mana tuvakchalarga, stakanchalarga bu 20 santimetrlik stakanchalarimiz. Mana bu yoqqa o'sha zagotovkalari. Keyin bundan u yo'g'iga oldinroq, oldinroq Avatar, Manicure Finger qalamchalarini oladilar mana. Hammasi o'zi ko'kargan. Mana qarang. Mana shu reka asli oddiy narsa. Xo'sh, bu yoqqa apilka solganmiz. Apilka taxminan 10 santimetr bo'lsa, bu yoqqa nechta ketadi endi? 5 ta. 5 ta? Ha, 5 ta to'qson. 5 ta. Tagiga mana ko'ramiz, mana sirlan ochib tashlaymiz qarang. Tagiga bu nima deyapti buni? Bu shu o'tda o'stirmaydigan shunaqa qog'ozga o'xshagan anov materialimiz. Tagidan o'tda o'sishga qo'ymaydi, tagiga buni tashlaganlar, mana materialdan narsa. Nalatda nima? Qog'oz. O'tda o'smasligi uchun. Havo o'tkazadi, salafan emas. Salafan emas. Uni ustidan apilka tashlaganlar. Issiq bo'lish uchun. Sovib ketmasligi uchun. Mana bir partiya sotibsiz ham aka? Ha, o'zi bir partiya sotdik. Buyog'ini yana anov qilyapmiz. Bu yoqlariga ham zakaz olgansiz? Ha, bu yoqqa ham zakaz olingan. Xo'p, mana issiqlik ta'minlanadi, apilkacha tagiga o'sha lattasidan ustidan mana bunaqa ramkalar yasab, pressiplar mana oddiy ko'rinadi, lekin oddiy emas bu. Ustidan plyonka tortiladi, salafan. Avatar, Manicure Finger qalamchalari Vodiyga, Toshkentga, Samarqand o'ziga ham juda ham ko'p, lekin ishonchli bo'lganligi uchun bizni tanladilar bu kishi ham. O'zlari borib, o'sha bizning uyimizdan olib keldilar. Aka, mana natijasini ko'rib turibmiz. Mana bir oy oldin qilingan ish. Barglari ham aytadi, tushunaymi? Shunday, bargi, hosili ham bormi? Bargi, hosili ham bormi aka? Ha, hosili ham bor. Hosili. Qani mana hosili. Yaqinroq olib, hammasiga hosil bor-ku mana. Hammasiga mana qarang. Hammasiga hosillari bor mana. Mana qarang. Hammasi Xudoga shukr hosili bilan nima qilyapti. Bergan qalamchalaringiz zo'r ekan. Mana hosil bilan birdaniga nishona beryapti. Bizdan olingan qalamchalar shu yo'qda o'zi aka. Baraka topinglar. Katta bo'lishini kuchaytirmaydi. Shunday. Katta bo'lsam 3 yildan keyin solaman deb turmaydi. Birdaniga ko'rsatadi nishonani. Qalamcha bo'lib turib ichiga sig'maydi-da. Mana ko'rib turibsizlar bu. Mana aytsam. Mana bittasini olamiz-da mana. Bu tok emas bu qalamcha bu. O'sha bitta qalamchani ikkiga bo'lib qilingan. Mana hosilchasi bor, ko'rinyaptimi?
iloji boricha hosilni o'sib taylab, avval ko'chatibda o'stirib olsak, kelasi yildan nasib bo'lsa hosilni ko'rsataveradi. Kimdir ishonmaydi, nima qilmaydi, bir xilla hay ko'rsin, agar 100 ta 200 ta olsa yo 1000 ta olsa, agar bir 10 tasini qo'yib hosilni ko'rsa bo'ladi. Agar hosili bilan qotib qolishi mumkin, 4 ta bakchani chiqaradigan qotib qolishi mumkin. Iloji boricha hosilni o'sib taylash kerak. Avatar, manikür finger qalamchalari kerak bo'lsa, menga telefon qilasizlar. Agar buni ko'chati kerak bo'lsa, avatarni ko'chati mana akamga Menga telefon qilaverasiz. nomerlarni qo'yamiz, telefon qilasizlar. Ishonchli aslan uni. Buni 4 yilga mana kutmay ko'nan bo'ldik. Mana 1-yilda o'zidan 1-yil emas, mayga borib bu shu ko'rsatadi. shakliga kiradi, avatar shakliga. 2026-yil 16-martga turibmiz. Shu kecha kunduzga telefon qilay ko'rlar. Qalamcha olishga kech qollikmi, ko'chat qilishga kech qollikmi deganlar bor. Shularga nima deysiz aka? Yo'q, holi barvaqt, holi anov bor, vaqt bor. Bemalol 1 oy ko'chatini eksangiz bo'ladi, 1 oy davomida qalamchasini eksangiz bo'ladi. Men o'zim ham yangi partiyani boshladim. Nasib bo'lsa bir 15-20 kundan keyin o'sha dalaga anov qilishni boshlaymiz. Bir maslahat berib ketayda endi. Tuvakchaga olib, keyin quritib qo'yganlar bor-da. Masalan 50 ta oldim, 100 ta oldim, lekin ikkitasi qoldi, qolgani qurib ketdi deganlar uchun. Qanday maslahat berasiz? Buni 50 ta olib, 50 tasini ham ko'kartirib to'q qilish mumkinmi? Buni bir haftaga bir marta suv berish kerak, misol uchun. Hadeb har kuni suv solaversa chirib qolib ko'karmaydi. Nafas ham olish kerak bu. Har bir haftaga bir marta suv berib, sal anov qilib chanqatib suv berib turish kerak uni. So'raganlarga agar qolgan bo'lsa ko'chatlaringiz bo'ladi-a ular? Ha, bor ular. Yetkazib berasiz. Qana biladi, u misol uchun uzoqdan kelolmay ko'rlar bo'lsa. Endi agar iloji bo'lsa, agar ko'proq olsalar, agar dastavka o'zimizdan. Mana misol uchun 100 ta olsalar, agar dastavka o'zimizdan. Qayergacha dastavka? Luboy O'zbekiston mana shu 12 ta viloyatiga, hamma joyga 50 tagacha. 50 tagacha agar sizni nimangizdan bo'lsa, agar mayli 50 tagacha dastavka o'zimdan. O'zim chiqarib, mana o'sha olib borib berishgacha dastavkalar o'zimdan. Agar bitta, ikkita, 10 ta oladigan bo'lsa, dastavka o'zidan. 50 ta olsalar ham dastavka o'zimdan. Fingerlarni ko'raylik. Qani uni rangini solishtiramiz, buni ham olaveramiz. Bu avatar. Buni bargini rangi tushunay ko'rlar uchun boshqacha hozir fingerdan oling aka. Mana manikür fingerda nimasi? Buni ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Qarangda 21-asrga yashaymiz. Kimdir qalamchani oddiy ko'kartiribdi, yerga suqib, eski qadimiy ota-bobolarimiz usuliga hozir mana yangilanish kerak. Bu kishi ham o'zlarining ustlariga ishlab rivojlanib, mana qaranglar, qanaqa oddiy qalamchadan qanaqangi ko'chat qilib tayyorlayapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha o'rgangan, yillab o'rgangan tajribangizni nima deydi, tekinga berayotganingiz vahshiy dahshat. Gap yo'q sizga. Ko'rdik, ajoyib, zo'r, ishingizga 5. Shu yil o'ziga avatar boqmoqchi bo'lgan odamlar manikür fingerlardan juda ham ko'p-da. Juda ham ko'p. Agar shunaqa ko'p gektar qilmoqchi bo'lgan odamlar so'rab qolsa, ko'chati bormi deb, bundan nechta chiqarib berib bilasiz? Avatar nechta bor? Avatardan 15 ming ta bor. Avatar 15 ming ta mana shunaqa ko'chat bor. Manikür fingerimiz ham 15 ming taga yaqin, 15 ming ta bor. Shunday. Bu kishidan ko'chat olsangiz, konsultatsiyalarni berib 50 ta olasizmi, 100 ta, 1000 ta olasizmi? Bitta ham qurimasligini, sir-sinoatlarini o'rgatib topshiradilar, shundaymi? Shunday ham. Konsultatsiya bepul. Telefonda bo'lmasa ko'proq olsalar borib o'zim o'rgatib, ishlarni, anovlarni ko'rsatib, nima ham kelaveramiz. Nechta olsalar o'zingiz borib ko'rsatasiz? Nechta? Ko'proq olsalar, 1000 ta, 2000 ta bog' qilaman deb, mana 10 gektar, 1 gektar bog' qilaman desalar, borib o'zim borib ekilish jarayonlarini ko'rsatib, qo'ldan kelgancha bir anov qilib, o'sha sir-asrorlarni aytib, nima qilib ko'rsatib kelaman. U ichiga vahshiy dahshat zo'r. Adalni nima emas. Hozir nech puldan sotyapsiz buni? Bularni donasini 300 ming belgiladik. 300 ming sotyapmiz. 300 ming hozirgi holat, Agar kimga avatar yo manikür finger ko'chatlari kerak bo'lsa, mana Sherz akamga telefon qilasizlar, nomerlarini qo'yamiz. Ishonchli, garantiya. Avatar, manikür finger ko'chatlarini kimdir so'rab kelsa kanalimizdan
Necha pul qilib beramiz aka? Bo'lakonni ayting aka. Sizni nomingizdan, sizni kanalingizdan kelsa, mana Uzumda Million kanalidan kelsa agar, mayli 25 mingdan qilib beraman. 25 mingdan. Ha, Avatar. 25 mingdan qilib beraman. Ikkalasi ham, manikür Ha, manikür fingiram, avatar ham 25 ming. 25 ming. Rahmat aka. Rahmat. Bo'lmasa sizga Yo'q. salomat bo'ling. Xo'p.